Hammaga salom do'stlar, mening ismim Murodar va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun bizlar sizlar bilan birgalikda o'tgan videoda men bilan qolgan yigitga uy quramiz. Nihoyat, aks holda ko'chada uxlayverib, sovqotib ketdim. Axir hali bizda yo'q, shuning uchun ham sovqotmasliging kerak. Bo'pti. Xo'sh, hozir mayli sen uchun uy quramiz. Uyim tepasidan ikkinchi etaj bo'ladi. Qani ketdik, daraxtlar chopib kelishimiz kerak. Men ham boraman, albatta yura qol. Bo'pti. Kazino, poker, sportga stavka, boshqa tavakkalchi o'yinlar 1xbetda. Agar kommentardagi ссылкаdan o'tib REDER promokodini tersangiz, hisobingizga $100 bonus olasiz. Ammo ehtiyot bo'ling, yutish bilan birgalikda yutqazishingiz ham mumkin. Hammaga omad va promokod haqida unutmang. Xuddi mendek boy bo'lishni istasangiz. Podvalingiz yo'qmi? Podvalimda nima ishlar bo'lganini bilsang edi. Nimalar bo'lgan? Bolalarni saqlaganmisiz? Yo'q, shunchaki u yerda bir vaqtlar do'stim yo'qolgan. Do'stingiz podvalda? Ha, u podval to'g'ri jahannamni tubiga olib borardi, jinlar makoniga. Nima? Men yosh bola emasman. Men ham hazillashganman, axir o'zing ko'rding-ku, ota-onangni, xullas, shunaqa narsalar. Bemalol gapirishingiz mumkin. Ular menga hech qachon yoqmagan. Ota-onang haqida gapiryapsanmi? Ha? Axir ular seni ota-onang qanaqasiga bunday spokойно gapirishing mumkin? Ular meni asrab olishgan. Asrab olishgan? Ha, shuning uchun ham akam har doim meni nima desam ekan, nima qilgan? Yomon ko'rgan. Nimaga seni ikkinchi farzand qilib asrab olishgan o'zi? Bilmasam, hayronman. Shunchaki, onam bizni mehribonlik uyida ishlar edi va meni juda ham yoqtirardi. Shunaqami? Ha, shunaqa. Shuning uchun ham mehribonlik uyi yopilishidan avval meni asrab oldi. Tushunarli. Akamga esa bu hech qachon yoqmagan, chunki o'zi ardoqli farzand edi. Bo'lib turadi, bilaman. Sen esa lekin ularni yoqtirmaysan, shundaymi? Ha, shunchaki issiq uy va ovqat uchun ular bilan edim. Bo'lmasa allaqachon qochib ketardim. Yaxshi, yomon emas. Shuning uchun ham ular halok bo'lganda hattoki bir jah ham qo'rqmadim sizga aytsam. Yomon emas, yaxshi. Bizda Femraytga bunaqangi odamlar как раз. Nima qayoqqa? Nima desam ekan, xullas. Yaxshisi menga qiyomat oqshomi haqida aytib bering. Qiyomat oqshomimi? Agar bu narsa rostdan borligini yodga olsak, demak, bu juda ham dahshatli narsa. Lekin bularning hammasiga o'zimiz aybdormiz. Bir gap rostmi? Qanaqangi gap? Chekka qishloqlarda, shaharlarda umuman qiyomat oqshom bo'lmasligi. Nimaga bo'lmaydi? Bo'ladi albatta, chunki hamma yoqda o'zini aqldan ozganlari yetadi. Shunchaki shaharda ular sal ko'proq. Tushunarli. Qiyomat oqshomida ovga chiqadiganlar o'zini himoya qiladiganlardan ko'ra kamroqligini bilarmiding? Ha, bilaman. Chunki ana o'shalar ahmoqlar. Qanisan? Kelyapman. Yo'lda shunchaki nihol qolib ketibdi, o'shani qo'ydim. Yaxshi, молодец. Yosh bola emasman. Bunday erkalatish shart emas. Okey. Xo'sh, endi senga ikkinchi etajni qurishni boshlaymiz. Xo'sh. Faqatgina zina o'rnatish kerak. Zina? Ha, narvondan chiqishing ham mumkin, lekin tashqaridan qishda sovuq bo'ladi. Bu gapingiz to'g'ri. Shuning uchun mana bu yerdan qandaydir qilib tepaga narvon ko'tarishimiz, anavrog'i zina. Hatto shunchaki narvondan qo'yib borsa bo'ladi, lekin bu yosh bola, shuning uchun eshityapman hammasini, hazillashyapman. Shunchaki narvonning o'rniga zina qo'ysak, birozgina prezentabelroq bo'ladi. Bo'pti, sizning uyingiz, bilganingizni qilavering. Aytgancha, qachon meni yana mehribonlik uyiga qaytarishar ekan? Bu safar qaysiga? Seni hech qayerga qaytarishmaydi. Boshda yaqinlaringni qilishga harakat qildik, lekin sen nima desam ekan? Ustimdan kulmay, faqat kulmoqchi emasman. Uzr, bu qora yumor. Uyingizni yoqib boraman, ana issiq yumor bo'ladi. Yomon emas. Mayli. Seni hech qayerga jo'natmaymiz. Sen men bilan qolasan va afsuski bizga qora yog'ochlar kerak emas, chunki ular mos kelmaydi. Mos kelmaydi? Ha. Yana boshqatdan chopishga boramizmi? Ha, xuddi shunday. Bo'pti. Lekin bizda ben zarur bo'lgani uchun aralashga boramiz. Okey. Xo'sh, men bilan borsanmi? Albatta boraman. Bu yerda bir o'zim qolmayman-ku. Okey, unda yura qol. Xo'sh, shu tarafdan olsak bo'ladi, lekin bu tarafda uzoq. Bu yerda hammasi qora, bu yerda ham qora. Xuddi ana tarafda qoralar yo'qdek ko'rinyapti. Borib hozir ko'rib kelamiz. Buncha qoralarni yomon ko'rasiz. Qora daraxtlarni nimasiz? Axir yo'q. Men yaxshi qanday kela qolchi, oq daraxtlar ham bor ekan, lekin bilmadim qanday qilib. Yaxshi. Mana o'zimizni jigar rang daraxtlar yoniga keling. Shu yerda ushlaganmidingiz ana bu maxluqni? Ha, xuddi shu yerda. Men ham katta bo'lsam maxluqlarni tutadigan bo'lishni istayman. Uning uchun ko'p narsani o'rganishingga to'g'ri keladi. Masalan, o'q otishni. O'q otish unchalik ham qiyin emas eshitilishi, albatta. Lekin bizda oddiy o'qlar emas. Yo'q, ha.
bizda maxsus o'qilgan o'qlar. O'qilgan o'qlar? Ha, har xil sehrgarlar o'qlarni har xil sehrli so'zlar bilan kuchaytirib berishadi bizga. Sehrgarlar aqldan ozyapsizmi, janoblar? Yo'q, aqldan ozganim yo'q. Balki katta bo'lsang seni yonimga ishga olarman bizni korporatsiyaga, shunda hammasini bilib olasan. Ha, tushunarli. Lekin o'zing axir maxluqni ko'rding demak, maxluq bormi? Sehr ham bo'lishi kerak, shundaymi? Yaxshilab o'ylab ko'r. Ha, bu gapingiz to'g'ri. Shuning uchun ham tunda hojatga chiqqanda ehtiyot bo'l. Qo'rqaman hozir. Kulgili tuyuladi, lekin tunda qorong'ida yo'q. Aha, shuning uchun ham ortiqcha savollar berma. Katta bo'lganingda hammasini tushunib olasan. Qanchalik jonga tegdi? Katta bo'lsang, men kattaman. Aha, necha yoshdasan? Naq 16. Yaxshi, yomon emas. Olmaysanmi? Mayli, ola qol. Xo'sh, yana qancha daraxt chopishimiz kerak? Yana hech bo'lmasa yarim stak bo'lsa ketamiz. Okey. Tak, men ko'rmayman. Okey. Buni bizdan olamiz. Nega bizni qishloqda faqatgina jitellar, odamlardan faqat biz ikkovimiz? Shunchaki bu jitellar qishlog'i, odamlar bu yerda kam kelishadi. Men ham kelishimdan maqsad shunday ediki, anavi seni ota-onangni uxlatgan maxluqni uxlatish. Tushunarli. Xo'sh, bo'ldi. Uyqum ham kelib ketdi. Axir hozirgina uyg'ondingiz, videoni boshladingiz. Ha, xuddi shunday, lekin baribir ham charchadim. Men juda ham erinchoqman. Tushunarli. Xo'sh, qishloqdan qachon ketamiz? Ketamizmi? Ketishimizga hali ancha bor. Ancha deganingiz qancha? Ancha deganim, menimcha plus minus 1-2 oy. Boshliq chaqirguncha. Boshliq? Ha, bizni korporatsiya boshlig'i. Tushunarli. Korporatsiya boshliqlar menga ham ko'rsatasizmi? Katta bo'lsang, 18 ga kirsam, ha, balki, chunki ungacha hali o'zgarishing mumkin. Tushunarli. Tak, bo'ldi, daraxtlar bizda bor. Endi bularni o'rnatib chiqishimiz kerak. Qayerdasan? Shu yerda burchakdaman. Nimaga burchakda turibsan? Shunchaki mehribonlik uyida ko'p burchakka turg'izib qo'yishardi meni ovqat o'g'irlaganim uchun. Ovqat ham o'g'irlaganmisan? Ha? Nimaga zina paydo bo'lmayapti? Tushunmadim. Orqa tarafdan yana 3 ta qo'yish kerak axir. Hozir mana bo'ldi, yaxshi. 4 ta 12 tasi yetsa kerak. Xo'sh, zina qilgandan keyin nima qilasiz yana? Ko'ramiz. 2-etajdan devorlarni ko'taramiz. Agar mer gapirishni boshlasa-chi, nimaga unday qildinglar deb, gapirishni boshlasa, bu haqida o'ylamabman. Hech qisi yo'q, hech narsa demaydi. Menimcha ayniqsa bo'lib o'tgan ishlardan so'ng. Demak, bu qishloqqa mana o'sha maxluqni yo'q qilish uchun kelgansiz. Ha, xuddi shunday. Qancha vaqtdan beri yo'q qilishga bu yerda yashab yuribsiz? Sir bo'lmasa, 2 yil. 2 yil? Kelishni qayerdan bilgandingiz? Chunki maxluqlar har doim qaytishadi. Ayniqsa juda ham ko'p qon to'kilgan joyda. Bu yerda esa, senga aytsam, ancha jitellar qoni to'kilgan. Yo'q, shuning uchun ham juda ham ko'p bu yerda g'alati narsalar sodir bo'lib turadi. Tushunarli. Yoningizda turgani ma'qul. Yig'ilib tushsam ustingga tushmay yana. Qochishga ulguraman menimcha. Okey. Yaxshi, hozir mana bularni olib tashlash kerak va bo'ldi. Yana aytib bering. Nimani aytib beray? Qishloqdagi narsalar haqida. Xullas, qishloqda juda ham qon ko'p to'kilgan, chunki bu yerda maxluqlar tez mehmon bo'lib turishadi. Chunki qora ishlarni qilish oson, chekka joy hech kim ko'rmaydi. Sen ham kunlardan birida yo'qolib qolsang, hech kim seni qidirib kelmaydi. Bu aniq axir. To'g'ri. Xo'sh, joyingda turibsanmi? Ha, shu yerdaman. Ushla kirkani, menga ozgina tosh olib kel. Hozir buni o'rnatishimiz kerak. Qayerdan olib kelay? Bilmasam, qidirib ko'r. Xo'pda. Bolalar. Men kattaman, hali uzoqqa ketmadim. Gap oilash yaxshi emas. Tezroq ishingni qil. Xo'p. Bo'ldi. Hozir bu bolaga uyni qurib beraman. Shu bilan shaharga borganda, bilmadim, bir yerga topshirib yuboramiz. Chunki bunaqangi mahbadona ko'p savollar beruvchi bilan o'tirib bo'lmaydi. Tak, birozgina shakli g'alati bo'lyapti, lekin mayli. Keyinchalik olib tashlab o'rniga tosh o'rnataman. Yo, jishanarsin. Olib tashlash kerak. Qani, yaxshi. Xo'sh, bu yoqqa ajoyib, ideal ravishda hammasini hozir qo'yib chiqamiz. Maysin, keldingmi? Ha, shu yerdaman. Okey, qancha tosh topding? 1 stak. 1 stak? Oling kirganingizni. Yaxshi, tosh qani? Oling. Xo'sh. Inventarga qarang. Mana bo'ldi. Yaxshi, barakalla. Yomon emas. Shaygatga o'xshabdi. Yana bir necha soniyada qanday topib keldi? Hayronman. Umid qilamanki, biror yerdan o'g'irlab kelmadi, chunki kirka deyarli ishlatilmagan turibdi. Mayli, keyinchalik ko'ramiz. Ayniqsa ovqat o'g'irlash haqida gapirganday bo'lganda, juda ham shubhali bola. Men bola emasman. Gap o'ylama deyapman senga. Xo'p. Bo'ldi, yaxshi. Bularni joyiga o'rnatishimiz kerak. Do'stlar, nima deysizlar? Bu bolani o'zim bilan qoldiraymi yoki tinchgina shaharga berib yuborganim ma'qulmi? U yerdagilar biror nima qilishsin, istasalar mehribonlik uyiga berib yuborishsin. Qaytishni istamayman, yaxshi siz bilan qolaman. Men sen bilan qola olmayman. Yo'q, sen men bilan qolishni istashing mumkin, lekin men sen bilan qolmayman.
Aytishadi-ku, sen sevganing bilan emas, seni sevgan bilan yashaysan deb. Xuddi bizda ham shunday, faqatgina sal boshqacharoq. Ya'ni sen istaganing bilan emas, seni istagan bilan yashaysan. Men esa seni istamayapman, men bilan yashashingni. Ha, tushunarli. Yaxshi odam emas ekansizdir, lekin meni bir o'zimni yetim bolani tashlab ketasizmi? Yana qanaqadir shaharga, mehribonlik uyiga, axir o'zingiz bilasiz yerda sharoitlar qandayligini. Yo'q, sendan farqli o'laroq meni ota-onam bor, shuning uchun bilmayman. Ha, ajoyib. Juda ham katta o'yin bo'lar ekanda siznikidan. Yo'q, uyni yarmi narsa saqlaydigan joy bo'ladi, chunki zinani deb shkafni olib tashlashga to'g'ri keldi. Men qayerda yashayman? Kichkinagina burchakda, to'rtga to'rt desa ham bo'ladi. Axir va katta qismi mehmonxona bo'ladi. Nima? Aqldan ozish mumkin. To'g'ri aytasan. Seni o'rningda bo'lganimda bunaqa kichkina joyda aqldan ozgan bo'lardim. Tushunarli. Siz meni shunday yomon sharoit bilan shunga quvib yubormoqchisiz. Nima desam ekan? Iflos rejam bilib qoldi-yu. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Seni quvib yubormoqchiman. Yomon. To'g'ri aytgancha, mana biz zinani o'rniga balki narvon qo'yib borsam joy kattaroq bo'lar, ha? Ha, mayli. Borcha ishlab turaveraylik. Qani keyin ko'ramiz. Hali mer kelib boshni qotiradi, lekin hech qisi yo'q. Asosiysi ishni hozir tezroq tugatish va mana bu yerlardan derazalar uchun zagotovkalarni qilib chiqishimiz kerak. Shu bilan keyin bemalol uyni tayyorlasak bo'ladi. Darb, ha? Siz urushda qatnashganmisiz? Yo'q, albatta. Axir biz tinch davrda yashayapmiz. To'g'ri. Istagan bo'lamidingiz? Yo'q, menga qiyomat oqshomi shundoq ham yetib turibdi. Undan tashqari yaqin orada bilasan-a? Ha, kelib qolyapti. Lekin mehribonlik uylarini axir harbiylar himoya qilishadi yoki volontyorlar. Xuddi shunday. Men esa o'zimni himoya qilaman. Bu bilan nima demoqchisiz? Men bilan qoladigan bo'lsang? Tushunarli. Yana o'sha eski hammom, eski tos. Xuddi shunday. Men bilan qola olmaysan. Lekin istagan bo'lardim. Yaxshi odamga o'xshayapsiz. Yaxshi odamga o'xshayman. Birinchi marta och qolguningcha. Lekin o'ylab qarasa, axir mehribonlik uyida ham och qolganman. Shuning uchun ham unchalik ham sharoitlar farq qilmaydi. Faqatgina bu yerda 20 ta bola bo'lsa, bu yerda bir o'zimman, bir kishiga. To'g'ri. Bu tarafdan yomon emas. Umuman bu yerda obunachilar har qilishadi, men bilan qolasam yo'qmi. Shuning uchun ham ortiqcha nima desam ekan, orzularga berilma. Bo'pti. Xo'sh. Endi burchaklarga qo'yib chiqish kerak, lekin nimagadir bor yo'q 3 ta plita menda. Nima? Bittasi mana bu tarafda turibdi, chap tarafda. Qayerda? Tushunarli. Hozir buni olish kerak. Yo'q, endi pastga sakrayman. Hozir sakrayman. Nima? Tutib olaman. Qayerdasiz? Tutib olaman hozir. Tutib ola olmaysan, meni ustingga tushsam bilasan nima bo'lishini. Harakat qilib ko'rsam bo'lardi. Tushmadim, nega bu yerda doskalar yotibdi. Nahotki hammasini tushirib yuborganman. Qarayapman. Janob Reder, ha? Agar qishloqqa yana maxluqlar ketsa nima bo'ladi? Birinchidan hali yaqin orada kelishmaydi, aniq, chunki bu yerda o'lgan maxluqning energiyasi qolgan. Energiyasi? Ha. Dahshatli o'lim topgan maxluqlarni energiyasi shu yerda qoladi va boshqa kelgan maxluqlar uni sezib balki ketib qolishadi. Ketmaydigan aqldan ozganlari bo'lsa, bu tarzda ham biz ularni tinchitishimiz mumkin. Qanaqasiga? Chunki meni o'rnimga bu yerga boshqa odamni qoldirishadi. Yo'q, balki jilchilardan hech narsa bilmasligi uchun yoki shunchaki birorta boshqa odamni. Yaxshi. Siz ishlaydigan korporatsiya qanchalik katta? Juda ham katta. Reklamalarni ko'p joyda ko'rardim. Qurollar ham chiqarishadi. Qurollardan faqatgina o'zini himoya qilish uchun elektroshokerlar chiqarishadi. Undan tashqari kiyimlar. Kiyimlarni ham ko'rgandek bo'lgandim. Men ham o'zimga bir vaqtlar xohlardim yoshligimda, xuddi hozir katta yigitsanda. 16 ga kiryapman. 16 ga kiryapsan. Bilsanmi, 16 yoshimda men nimalar qilganman? Nima? Minecraft yuklab oldim va shundan keyin menda nima desam ekan, shizofreniya aniqlandi. Ajoyib. Xuddi shunday. Aslida sen ham yo'qsan, shunchaki meni xayolotim mahsulsan. Bu video ham shunchaki meni haqiqiy hayotdan qochish uchun harakat qilayotgan harakatlarimni mahsuli bo'lib, hech narsaga olib kelmaydi. Baribir bu video tugagandan so'ng afsuski haqiqiy hayotga qaytishimga to'g'ri keladi. U yerda esa meni rangsiz, quruq shizofreniya falsafasi kutyapti. Menimcha bu videodan so'ng yana boshqasini olishga borasiz. Kanallaringiz axir ko'p. To'g'ri. Chunki telbalik bu o'zgarish ilinjida bir narsani qayta va qayta takrorlash. Tasanno, janob shizofreniya falsafachisi, to'g'ri aytishni bilmayapman. Men ham. Xullas, ozginagina bu yerda xatoliklar ketibdi konstruksiyada. Xo'sh, endi boshqachasiga yasashimiz kerak. Bilasan, balkonni ham olib tashlaymiz. Shunday qilishga to'g'ri keladi. Va bilasanmi, men o'zing hammasini qurib ol, men charchadim. Men axir shunchaki NPC'man, qura olmayman. Qura olasan. Bo'pti, mana nonni ham ol. Lekin nima lekin?
Benzari o'zi menim katta-ku. Ah, eplaysan. Bo'ldi do'stlar, mana shunday notada bizni video o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Kanalga obuna bo'linglar va dorilarni ichishni unutmanglar.